Isroil aka soch qanaqa olamiz aka? Hop, soch aka peshonani yopishga harakat qilganim sari o'stirib ochilib qoldi battar. O'shanga yozga mos kalta rostirishga qo'llayapman. Peshonalarim o'ng tarafim ochilib qolgan. O'shani bilinmaydigan qilib yopadigan stil qilib bersangiz, xudo xolisa. O'ng tomoningiz ham ancha ochilib qolibdi. O'zi chapga qiynab taraganingiz sari o'zi siyraklashayotgan sochingiz yana ham siyraklashganda, uni xudo xolisa bilintirmay qilib berishga harakat qilaman. Pastroqqa sal yonroqqa tararadan yaqinlamiz, qalinroq qilamiz, cho'rkan, kaltaroq qilib. Yo'llaringizni kalta qilmaymiz. O'zi odatda kalta qilib yurar ekansiz. Har doimgidek ozgina uzunroq qilamiz, boshingizni formasini sal o'zgartiramiz. Orqani ham kalta qilar ekansiz. Orqani kalta qilib olmaymiz. Akantovkani uzunroq qoldirishga harakat qilaman. Bo'yningiz ingichkaroq ekan, o'sha yana ham bilinib qolmasligi uchun akantovkani uzunroq qilamiz. Agar kalta qilib olsak, boshingizni orqa tomondan katta ko'rinib qoladi. Shuni bartaraf qilamiz. Xudo xolisa, soqollarni ham yuzingizni to'rtburchakroq ko'rsatishga harakat qilib, chiroyli qilib o'zingizni to'g'rilab beraman. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz aka. Hop, tayyormiz. Xo'p. Qalay bo'ldi Soyilaga? Wow, gap yo'q aka, lekin men kutganimdan ham a'lo darajada. Yoqdimi o'zingizga? Men katta muammodan qutqardingiz, xudo xolisa. Soqolga yaxshi gap so'zi yo'q aka. Ham orqasi ham xudo xolisa keyingi safarigacha zo'r o'sib beradi. Bu ancha boyiga yetgan narsam, boshingizni tuzilishini ham ancha uskuylashtirdim. O'zingizga yoqqanidan xursandman. Salomat bo'ling aka. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling.